Homiladorlik davrida bola ko'p qimirlashining asosiy 5 ta sababi haqida bugun sizlar bilan gaplashamiz. Birinchi eng asosiy sabab bu homilada gipoksiya kuzatilishi. Agar onani qoni quyuq bo'lsa yoki gemoglobin past bo'lsa, ya'ni kamqonlikning qaysidir darajasi kuzatilsa, albatta bolada gipoksiya sodir bo'ladi va buning natijasida bola ko'p qimirlashni boshlaydi. Ikkinchi asosiy sababimiz bu bolani qog'onoq suvida xiralashuv bo'lsa, ya'ni помутнение амниотической жидкости kuzatilsa. Uchinchi sababimiz bu agar bolada avitsiya bo'lsa, avitsiya однократный, двукратный bo'lishi mumkin. Aynan shu holatda ham bolacha ko'p qimirlashi kuzatiladi. Bundan tashqari homilada mnoговодие yoki маловодие kuzatilsa ham bolachamiz me'yorga nisbatan ko'proq qimirlaydi. Va aziz opa-sing'illarim, eng asosiy sabablardan bittasi bu sizning kayfiyatingiz. Ya'niki homilador ayolni kayfiyati, uni o'tkazadigan har qanday stress omillar bevosita homilasiga ta'sir qiladi va buning natijasida homilamiz me'yoriga nisbatan birmuncha ko'p qimirlashi mumkin. Shu sababdan agar sizni aynan ushbu jarayon qiynayotgan bo'lsa va bu borada savolingiz bo'lsa, albatta ginekolog tekshiruvidan hamda ultratovush tekshiruvidan